Mana 8 kun bo'lgan bo'lsa, mana shu yerda yotgan bo'lsam, noliydigan joyi yo'q endi. Endi qornimda sal ishigim bor edi, hozir mana qaytdi. Ancha o'zimda shu payt yomon his qilardim, hozir sal dadillanib, baribir ta'siri bo'ladi-da baribir insonga. Yaxshi gapirgani, baribir yaxshi-da baribir. Yaxshi gapirsa ham inson sal ruhlari ko'tarilib bir nima bo'ladi-da baribir doktorlar. Yaxshi gapiradi, bir 3-4 mahal kelib ko'rib ketadi, ana proverka bo'ladi, kechqurun ham bo'lib yotadi, dejurnilar tekshiradi, uni tashab qo'ymaydi, xullas bu yerda. Tashab qo'ymaydi. Endi mana yerda yotganimizga men nima qilmayman, endi hech kimga buni ravo ko'rmayman. Lekin sharoit yaxshi, endi tuzalib ketishingga bir imkoniyat bor-da. Endi mana shu yerda vrachlarda endi biridan keyin biri keladi, hozir ism to'g'risi esga kelmaydi-da. Ha, ular обязательно ular kelib tekshiradi. Bittasi kelsa, o'z opa-singilmi deyman. Bittasi kelsa, birozdan keyin yana bittasi kelib tekshirib, nima o'zgarish, nimani his qilyapsan, qayerlaring og'riydi deb. Endi bitta meniki jigar bilan bo'lgan bilan jigar bilan nima qilmadi, mana o'pkalarim ham sal nima ekan, shularga ham yordam berdi. Shu kardiologlar mana rahmat shularga deyman. Mana sal bo'lsa ham mana qon bosimim ham bari ko'tarilgan-da meniki. Shular ham ancha tushdi mana.